Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. Haftalık muhim haberler programımızı görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Qadirli görürmenlerimiz, bugün 2024 yılı 29 dekabr yakshanba. Her yakshanba günü etdigende bir hafta jarayonida vatanimiz Sharq Turkiston ve dünya kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim haberlarni qisqa analiz qilgan shaklda huzuringizga sunib kelyapmiz. Qanundaqda oldi bilan bu haftadagi haberlarimizning mavzulariga ko'z yuritib o'taylik. Xitoy Sharq Turkistonda atalmış 13 cho'ng harakat loyihasini tarqatdi. Amerikaning yillik doklati Xitoyning turli jinoyatlariga markazlashdi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining doklatida Sharq Turkiston masalasiga alohida o'rin berildi. Xitoy Kanadaning 8 Xitoy amaldorini jazolaganligiga qarshi o'ch oldi. Sharq Turkistonning g'oyat zo'r ko'mir boyligi to'xtovsiz talon-taroj qilinmoqda. Marhum Abdulhakim Maqsumajimning vafoti xotirlandi. Va Dahvo shirkati Sharq Turkistondan chekinib chiqdi. Demek bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Undaqda birinchi xabardan boshlab ko'rib o'taylik. Xitoy Sharq Turkistonda atalmış 13 cho'ng harakat loyihasini tarqatdi. Qadirli görürmenlerimiz albatta bu tajovuzchilarning her zaman yeni bir mana shunga o'xshash har xil nomlar bilan bostirish, irqiy qirg'inchilikni davomlashtirish siyosatlari hech qachon to'xtab boqqani yo'q. Davomli holatda yeni bir narsani maydonga chiqarib turib, xalqimizni mana shunday qattiq bostirish shaklida davom qilyapti. Bu qatim atalmış Uyg'ur Abnum rayonlik partiya komiteti siyosiy tadqiqot ishxonasi Şinjanning strategik, ijodiy xarakterlik, yetakchi xarakterlik islohoti o'tkalga hujum qilish harakat loyihasi degan bir loyihani besib tarqatib 2025 yildan 2027 yilgacha ijro qilinadiganligini bu loyihaning o'ttirib qo'ygan. Mazkur loyihada Xitoyning kelgusi 3 yilda Sharq Turkistonning har qaysi joylarida atalmış islohotni o'tkalga hujum qilish 13 cho'ng harakatini zo'r kuch bilan yo'lga qo'ydiganligi ta'kidlangan. Loyihada atalmış terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash, davomli har doim buni anglaysizlar qo'yamdi. Yani o'xshash safsata bildirlashlarning hammasi o'xshash. Yani terrorlikqa qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash, atalmış Junxo millati o'rtaq ideyasini, o'rtaq ingani mustahkamlash degan safsatlardir. Yani hali ham butun dunyoda kun tartib turayotgan shu irqiy qirg'inchilik siyosatini texmo vahshiy shaklda, texmo kuchli shaklda ijro qildiganligining shapisini davomli berib turadi. Va yana shundaqla Sharq Turkistonning bu qatimqi 13 cho'ng harakatining, ya'ni irqiy qirg'inchilik siyosati davom qildi va bu 13 cho'ng harakatning ichida yana Sharq Turkistonning turli boyliklarini bulang-talon qilishga doir masalalar bor. Nima deydi? Energiya boyligi kapolat bazasi barpo qilish, zamonaviylashgan ul aslaha to'g'ri barpo qilish iboralari kelgusidagi 13 cho'ng harakat qatoriga tizilgan. Loyihada 2025 yildan boshlab Sharq Turkistonda atalmış islohotni o'tkalga hujum qilish 13 cho'ng harakatining turli tadbirlari umumyuzlik yo'li qo'yilganligi 2027 yilga borganda loyihada bekitilgan vazifalarning tamomlanganligi da'vo qilingan. Xitoy har doim shunday qildi. Hattoki bekitilgan yildan burunlab biz oshirib tamomladik. Mayli bulang-talon qilish siyosati bo'lsin, mayli bostirish siyosati bo'lsin, sonliq ma'lumotlarni deydigandi. Hassa oshirib tamomlab bo'ldik. Bekitilgan yildan burun deb buni davomli o'tirg'a qo'ydimdi. Bu qatimqi plandimi? Bu qatimqi bu rezil siyosatninki yana kuchli davom qilganligini bildirgan bo'ldi. Xitoy garchi tashqi dunyoga qarata bilgan Sharq Turkistondagi vaziyatni hamma joyda butun ta'tir tashviqotni hammamiz ko'rib turibmiz. Butun xalq zoti o'ynab, yeb, ichib, xo'shal-xo'ram yurgandek tashviqotni sirtqa bundan sunadi. Ichki jihati bo'lsa, yo'l qo'yayotgan butun siyosatlarninki vatanimizda qandaq vahshiylikninki hozirgi holatda bakrak kuchayib mangadiganligining aniq shapisi mushu siyosatlarning hammasida aniq ifodalanib turmoqda, qadrli ko'ruvchilarimiz. Xo'sh, Amerikaning yillik doklati Xitoyning turli jinoyatlariga markazlashdi. Albatta, her daim mayli Amerikadan bo'lsin, mayli xalqarалық organlar tarafidan e'lon qilinayotgan barliq doklatlarda Xitoyning nurg'un jinoyatlari
nəhayət güclü şəkildə tilgə elinib kelyotdy. Bu qitim Amerika parlamentinin Xitay İşləri İcraiya Komiteti elan qılğan Xitay haqqındakı yıllık dokumentda G'arb şirketlərinin Şərq Türkistanda davam qılayotgan məcburi əmgəkə çetilişi, Xitayning məcburi içki əza yığıb elish cinayəti və başqa insan haqlarına əlaqədar bolğan nurgun dəfsəndiciliklər Xitayninki bular təfsili halətdə tilgə elingan. Amerika avazida berildi bu xabar. Amerika parlamentinin Xitay İşləri İcraiya Komiteti 20 dekabr Xitayning inson haqlari vaziyati va qonun bilan idora qilish ahvoli to'g'risidagi 2024-yillik dokumentini e'lon qilgan. Dokumentning asosli nuqtasi Xitoyda davom qilayotgan insoniy huquq dafsandijiligiga bo'libmi ta'minlash zanjiridagi majburiy emgakka markazlashganda dokument şirketlerinin təminləş zənciri və Amerika hökumətinin setib ediş mənbələrində məcburi əmgəkinin mövcud ikənligini aşkarlagan bu dokumentmi. Amerika parlamenti Xitay İşləri İcraiya Komitetinin məcburi əmgəkə diqqət qılğandan başqa Xitay Komünist rejiminin içki əza yığıb ediş cinayəti dokumentinin qısqaça bayan bölgüdə 16 qitim, bütün dokumentdə 42 qitim tilgə alınğan, qadirli görürmənlərimiz. Oylab baxaylı Xitayning bu organ yığıb elish a'zo ko'chirish bu masalasida xalqarada qandaq bir saviyada ekanligini bilamiz hamda. Vatanimizdagi shu lagerlarga tutqun qilingan son-sanoqsiz xalqimizning bu vahshiy siyosatning qurboniga aylanayotganligimi nurg'un shohidlarning guvohliklari bilanmi yillardan buyon o'tirg'a qo'yilayotgan bir masala. Bu jinoyat hali ham bugün məcburi əmgək, onun sırtida bu qitim dokumentda 42 qitim bunun tilgə elinişi insanı çöküstüdüğən bir iş əlbəttə. 315 bətlik yıllık dokument yana 2024-cü yılı Xitayning insani hüquq və erkinlikni çəkləş cinayətinin davamlıq iğirləşib manğanlığı tilgə elingan. Yenikləş uyaq tutursun, iğirləşib manğanlığı. Bulubmu Şərq Türkistan, Tibet, Hong Kong və Aumin qatarlıq rayonlardakı insan haqları dəfsəndiciligi muhim nöqtə sübutida alayda tilgə elingan. Dokument yana siyasi və dini məsələlər bahanəsi bilan tutqun qılınğan və türmədə yetiyotgan nurgun məhbuslarning Xitayda künsiri eşiyotganlığı, tədqiqatçılar, jurnalistlar, fəaliyyətçilər, cümlədən professor doktor Rahila Davud qatarlıqlarımız bu dokumentda tilgə elingan. Demək, bu cinayətlər elə həmmənin başındaq bütün rezillik bilan, bütün dünyanın köz aldıda edib beriliyotidi qadirli görürmənlərimiz. Xoş, Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliğinin dokumentida Şərq Türkistan məsələsiga alohida o'rin berildi. Yuqorida ham dokumentning qanchalik muhim mazmunlarni tilgə alganligini ko'rib o'tdik. Bu qitimki bu dokumentmi texmi muhim bir Dövlət Müdafiə Ministerliği tərəfindən e'lon qilingan, albatta bunun ichidagi masala bunun keyingi Şərq Türkistan da'voyimizga nurg'un ta'sir ko'rsatganligi tilgə alıngan bu dokumentda Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliğinin 18 dekabr e'lon qilgan Xitoy Xalq Cumhuriyetining hərbi və bexatarlik taraqqiyoti namlıq dokumenti Şərq Türkistan məsələsini xalqaralıq bexatarlik və geopolitikalik nuqtadan tilgə algan ən muhim rəsmi hüccətlərdən biri deb qaralıyotidi hazır. Bunu Uyghur Tədqiqat İnstitutu Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği e'lon qilgan 2024-yillik dokumentning Şərq Türkistan məsələsiga bo'lgan əhmiyyəti haqida məxsus bir maqala e'lon qildi. Bu dokument e'lon qilingandan keyin mazkur dokumentning har qaysi jihatlardagi ahamiyati, uzun va qisqa mezgillik ta'siri qatorliq jihatlardan tafsili to'xtalgan bir maqola e'lon qilingan bo'ldi. Uyg'ur maqolada mazkur dokumentning Xitoy kommunist hokimiyati qurilganligining 75 yilligi bo'lgan 2024-yilda e'lon qilinishining alohida ahamiyatga ega ekanligi, bu mezgilning yana xalqarалық siyosiy vaziyatning murakkab o'zgarish bosqichiga kirgan vaqtiga to'g'ri kelganligimi ko'rsatib o'tilgan. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliğinin dokumentiga asoslanganda Xitoyning Şərq Türkistandagi harbiy o'rinlashtirish va bexatarlik tadbirlari Şərq Türkistan masalasining faqat ichki bexatarlik masalasi emas, balki geopolitikalik raqobatning markaziy nuqtasi ekanligiga ko'rsatib berilgan
degan nuqtaga diqqat tortilgan. Maqolada mazkur dokladning qisqa va uzun muddatli ta'siri bo'lganligi, bu doklad sababli qisqa muddat ichida xalqaro jamiyatning Sharq Turkistonga bo'lgan diqqatining yangi pallaga ko'tarilishi mumkinligi, yaqin kelgusida Amerika va Yevropa ittifoqining Xitoyga qaratgan jazo tadbirlarining kuchayishi mumkinligi, dokladdagi dalil isbotlar asosida texnik ko'p Xitoy amaldorlari va shirkatlarining qora tizimdagi kirgizilishi va xalqaro shirkatlarning Sharq Turkistondan chekinish to'lqinining kuchayishi mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Volkswagen chekinib chiqdi Sharq Turkistondan. Ya'ni bu dokladga asosan bu yerda tilga olingan dalil isbotlarga asosan bundan keyin yana nurg'un ishlar yuz beradi degan nuqta analiz qilingan bu dokladda. Dokladning hamda uzun muddatlik ta'siri qanday bo'ldi Sharq Turkiston masalasiga deb bu nuqtada to'xtalib, eng oldi bilan Sharq Turkistonning geopolitik o'rnining texmi muhimlashishida ko'rildi. Bu doklad tilg'anilgan narsa. Xitoyning Sharq Turkiston qaratgan strategik planlari va harbiy tadbirlarining rayonni kelgusidagi xalqaro raqobatning markaziga aylantirib qo'yganligi, Sharq Turkiston masalasi Xitoyga qarshi yangi ittifoqlarning shakllanishiga turtki bo'lishi mumkinligi ko'rsatilgan. Sharq Turkiston masalasining inson haqlari doirasidan halqib, xalqaro bexatarlik va geopolitik masala sifatida qabul qilinishiga yo'l ochadi bu doklad deb bu shaklda Uyg'ur tadqiqot instituti buni bu shaklda analiz qilgan. Maqolaning oxirida mazkur doklad tilga olingan paketlar va ma'lumotlarning rasmiy hujjat ekanligi. Eng muhim nuqta bu. Tilga olingan bu doklad tilga olingan paketlar, ma'lumotlar rasmiy hujjat bu. Uyg'ur tashkilotlari buni xalqaro sahnalarga elib chiqish, lobbichilik qilish va tashviqot xizmatlarida foydalana oladiganligi, shuning bilan birga xalqaro tashviqot strategiyasining yangilanishi kerakligi, muhojiratdagi Uyg'urlar o'zaro hamkorlikni kuchaytirib, birlikka kelgan harakat plani tuzib, buning o'xshash bir vaziyat shakllangan ekan. Eng nufuzli organlardan e'lon qilinib chiqqan buning o'xshash dokladlar o'ttirib qo'yilgan mezgilda buni butun dunyodagi tashkilotlarimiz eng yaxshi shaklda bundan foydalanib Sharq Turkiston davosini texnik kuchlantirishi kerak degan nuqtada alohida ta'kidlangan. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Xitoy Kanadaning 8 Xitoy amaldorini jazolaganlikka qarshi o'ch oldi. Qadrli ko'ruvchilarimiz, o'tgan hafta biz 8 Xitoy amaldorini Kanadaning jazolaganlik xabarini bergandik. Bu ushuq besham Xitoy darhol buningga o'zicha javob bergan bo'ldi hamda. Bu xabar Kanada hukumati Sharq Turkiston va Tibetdagi irqiy qirg'inchilik va insoniy huquq tafsandijligiga munosabatli 8 Xitoy amaldorini jazolash tizimiga kirgizgandan keyin Xitoy Kanadadagi munosabatli organlar va shaxslarga jazo yurgizish vositasi bilan o'ch oldi. Amerika ovozida berildi bu xabar. Xitoy 22 dekabr Kanadadagi Sharq Turkiston bilan Tibetning inson haqlari masalasiga ko'ngil bildirgan ikki tashkilot va 20 xodimni jazo tizimiga kirgizgan bo'lib, Kanada hukumatining mushoyining beshida Sharq Turkiston va Tibetga ketishlik sobiq o'tgan hafta tafsiliy holatda berdik bu xabarni. Takrorlashning hojati yo'q. Qo'yliqqa 8 Xitoy mushoyidamiz chiqishi mumkin. Va shu qatim Kanada hukumati 10 dekabr Chinchuan Go'shokrat Zakir Erkin Tunyaz degandek u maxluqlarga shu 8 Xitoy amaldoriga jazo yurgizgandi. Shuning oqisidan Xitoy chidamay darhol 22 dekabr buni e'lon qilgan bo'ldi hamda o'ch elish sifatida. Bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 21 dekabr 15 nomerlik buyruq tushirib, atalmish Xitoyning chet elga qarshi jazo qonuniga asosan Kanadadagi Uyg'ur huquqiy tashabbusi qurilishi, Kanada Tibet komiteti va bu ikki tashkilotda xizmat qilayotgan 20 xodimga jazo yurgizishni qaror qilganligini, jazoning shu kundan boshlab ijro qilinganligini e'lon qilgan Xitoy. O'tgan haftadagi jazoga uchragan maxluqlar bilan jazo yurgizilgan 20 shaxs Uyg'ur huquqiy tashabbusi qurilishi tashkilotining ijroiya mudiri Mamat To'xti, plan va tashviqot mudiri Jasmin Kent, Kanada Tibet komitetining raisi Sampi Lalongpa, muavin raisi Luisa Duranti qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Xitoy jazo berdim degan shaxslarni. Ham ikki tashkilot va ishlayotgan 20 shaxs. Demak, Xitoy bular mani jazo yurgizdim deb ushuqlik qilib o'zicha
bulardan. Əməliyyatda bu təşkilat həmmisi bir dövlətin orqanları emas. Xitayninki yəni qarab baxaylı, yəni Kanada'nın rəsmi dövlət hökumətinin adamları emas. Bu ictimai bir cəmiyyət hamdı olar. Mənim qoxşayış məsələn, mən yuqurdakı 8 əməldar Xitayның kommunist Xi Jinping'e bivasitə bağlılıqlı məxluqlar hamdı. Həmmisi bivasitə dövlətininki, yəni bu cinayətçilərinki birinci qolluq adamları. Xitay onun qılanmayan normal cəmiyyətdə xidmət qılatqan adamlarga cəza verib, mən cəza verdim, öç aldım deyib özüyəcə yuğancılıq qılatılamdı. Xoş. Yana bir xəbərimiz gəlsək, Şərq Türkistanın gayet zor kömür baylığı toxtavsız talan-taraj qılınmaqda. Qaysi birisini sözləb bilimiz, qadirli görürmələrimiz, vətənimizdə çıxıb atqan fəqət bulanmı? Yəni san-sanaqsız bizlərmə hətta bilməydiğən nini baylıqlarımız 24 saat, toxtavsız halətdə bu təcavüzçülər tərəfindən bulantıdan qılınmatıdır. Bu qətimqi bu xəbərdə şu aldınqı 11 ayda Şərq Türkistandan işlənməyən taş kömür məhsulat miqdarı 500 milyon tonnağa yaxınlaşqan. Əlbəttə biz davamlıq təvkilimiz, kilovatımız davamlıq. Xitay elan qılğan hər qandaq sallıq məlumatını nəticəyə köpəytişimiz gərək. Əsla Xitay rast məlumatını elan qılmaydı. Məyli təbii qaz, neft, altın bu sahədəki baylıqlarımızı həqiqi sanını elan qılmaydığanlığını təkidləb kilovatımız davamlıq. Amma muşu Xitay elan qılğan sanmı gayet zor bir san deyəmdi. Tanrıtağ Toru'da verildi bu xəbər. Xitay İstatistiki İdarəsinin sallıq məlumatı əsaslanğanda bu il 1-ci aydan 11-ci ayğaca Şərq Türkistanın işlənməyən taş kömür məhsulat miqdarı cəmi 477 milyon 368 min tonnağa yetib, bulturqı oxşaş məzgildikidən 19,4% aşqan deyə xəbər verdi. Xəbərdə qış kirgəndən bu yan elektr stansiyalarının toq çıxırışığı keraklik və isinişqi işlədildiğən kömürgə kapalatlı qilish üçün Şərq Türkistandakı işlənməyən taş kömür işləb çıxarışını tizlətgənligi Xitayның 11-ci ayda Şərq Türkistandan işlənməyən taş kömür məhsulat miqdarının 52 milyon 101 min tonnağa yetib, bulturğa oxşaş məzgildikidən 7,20% aşqanlığı bildirilgan. Bütün Xitayni beqivatında hamda isinişi Xitayninki. Xitay Şərq Türkistanğa təcavüz qılıb kirgəndən bu yan yuqurdumı dedim. Toxtavsız halətdə həm irqi qırğınçılıq, bu xalqның həmmə nəsini tartib edən, bulantalan qıl, mədəniyyətimizni yoxat, onun kəyindən bütün şu baylıqlarımızın həmməsini talan-taraj qilish cinayətini toxtavsız davamlaşdırış ilə birgə Xitayni zor iqtisadi mənbə bilən təminləb kelayotqan, Xitayni beqivatqan, muşuncu vala zimindən çıxıvatqan baylıqlarımızını bir tərəfdən bunundan faydalandı, yana bir tərəfdən numus deyilən nəsi yox bu məxluqlar, bu təcavüzçülər bu zimindən baylıqlardan həm faydalandı, həm irqi qırğınçılıq siyasətini ən vəhşi şəkildə yuqurdu xəbərimizdən bəgəndək teximi küçəytkən əsası davamlaşdırıb məvatıdır. Xoş, yeni bir xəbərimiz gəlsək, mərhum Abdülhakim Məxsum Acimdən vafatı xatırləndi. Qadirli görmələrimiz bu 22 dekabr İstanbul'da mərhum Ustaz Abdülhakim Məxsum Acimdən vafatının 8 yıllığını xatırlaş fəaliyyəti ötküzüldü, yığılışı. Yığılışını Şərq Türkistan yeni nəsil hərəkəti təşkilləyən olub, Qur'an-ı Kerim tilavətindən keyin Şərq Türkistan yeni nəsil hərəkətinin rəisi Abdullah Muhyiddin oğlu ikili söz qıldı. Arqadan Şərq Türkistan Ölümalar Birliyi rəisi Alimcan Doktor Alimcan Buğda söz qılıb mərhum ustazdan hayatı, fikir düşüncələri, onun Şərq Türkistan müstəqillıq görüşüdür ki, təvrənməz meydanı, hərəkətkarlığı deyəndək bu alahidliklərini, iş izlərini yaşlarımızға yığın qatnaşqan şu yaş yeni nəsil hərəkətidir ki, yaşlığa tanışdırıb ötdü Alimcan. Keyin Şərq Türkistan yeni nəsil hərəkətinin sabiq qurğucu rəisi və mərhum ustazdan oğlu Abdüsalam Təkliməkan söz qılıb, mərhumdan ustazdan ailəsidir ki və Şərq Türkistan davasıdakı ülgülük, iş izləri, siyasi fəaliyyətləri və insan əxlaqını tanışdırdı. Əlbəttə, yürükümüzü dağılğan vaxtsız ayrılıb qaldıq əlbəttə. 2016-cı il 22-ci dekabrda
hammamizga ma'lum bo'lgandek İstanbulda olamdan o'tgan marhum ustozimiz. Albatta shu vaqtdan buyon bütün tashkilotlarni hammasi va hozir mavjud faoliyat qilayotgan barliq tashkilotning ustidagi barliq rahbarlarni e'tirof qilgan masalalardan birisi marhum ustozdan ayrilib qolishimiz Sharq Turkiston da'vosi uchun intayin cho'ng bir yo'qotish ekanligini hali ham ta'kidlab kelyapti va his qilib kelyapmiz chunki bu narsani. Mayli bütün sahadagi dunyoning har qaysi joylaridagi tashkilotlar bo'lsin, aktiv faoliyat qilayotgan shaxslarimiz bo'lsin, ustozning Sharq Turkiston da'vosiga qanchalik ko'p kuch chiqarganligini hamma e'tirof qildi. Mayli qaysi sahada xizmat qilayotgan kishilar bo'lsin. Bu hech qanday bir ikki kishining ixtiloflashgan bir masala emas. Hatto shu yillardan buyon bugun 2008-yildan boshlab huzuringizda bo'layotgan xizmat qilayotgan istiqlolninki qurilishiga nurg'un ishlarni eslayman. Shu Maqsumajim kam bizlar bilan birga eng birinchi qadamdan boshlab yo'l olgan shu istiqlolimizning bugungi kelishiga birinchi assi bo'lgan bir zatamdi. Pat nurg'un narsalarni o'ylab qolman shu vaqtdagi hayot vaqtidagi. Shunchavala ishlari, shunchavala xizmatini aldirashga qaramay nurg'un ishlarni hal qilish kerak. Lekin shu istiqlolninki, shu tashviqot xizmatininki muhimligini bilganligi uchun shu ishlarning sirtida yana vaqt chiqarib pat kep xizmatlarni ko'zdan kechirib turadi, nasihatlarni qiladi. Ya'ni so'zlab kelsak intayin gapchiq ustozning ruhi shod bo'lsin, Rabbim jannati bilan mukofotlasin deb tilaymiz. Shu umidini oqlashga hammamizni nasib qilishini umid qilamiz. Xo'sh, Dahvo shirkati Sharq Turkistondan chekinib chiqdi. Albatta, bu ya'ni shu xalqarodagi besim Xitoyning jinoyatlarining oshkoralanib, Xitoyga bo'layotgan besim sababli Xitoyning shirkatlarimi, Xitoyning o'zininki shirkatlarimi oxir bu besimga bardosh qilinmay chekinayotganlikning bir natijasi. Shu besimning ta'sir qilayotganligi Xitoyga ta'sir qilayotganligining bir natijasi aminati bu. Chunki shu bir oyning ichida eng cho'ng shirkatlardan ikki shirkat sözde olsun çekindik dedi. İçki jihatdan qanday qildi Xitoyni bilimiz qo'yilganligini, ya'ni ichki jihatdan astritdan qildig'ini qildi buni siz Xitoylar. Ammo buni e'lon qilib chekindik deb ashunga majbur bo'lganligimi bu bir g'alaba amaliyotda. Xitoyning Xaykan shirkatidan keyin Dahvo shirkati Sharq Turkistondagi aloqador o'rinlar bilan tuzgan 5 tijorat turidan chekinib chiqqanligini e'lon qildi. Reuters agentligi 23-dekabr berdi bu xabarni. Dahvo shirkati Shenzhen aksiya bozoriga yo'llagan hujjatida bir qism turlar 2016-yildan 2017-yilgacha bo'lgan oraliqda imzolangan bo'lib, qarab qo'ydi. Yil. Ya xalqaroda bu besim bo'ldi. Dal shu oxirgi yaqinqi yillarda shu ichinishlik lager siyosati boshlangan yillar qarab qo'ydi. Shenzhen aksiya bozoriga yo'llagan hujjatga bir qism turlar 2016-yildan 2017-yilgacha bo'lgan oraliqda imzolangan bo'lib, ularning bir qismi o'z vaqtida to'xtatilgan, yana ba'zi turlar yana davom qilmoqda deyilgan. Ya'ni bütün hozirgi bo'layotgan jinoyatga sherik shirkatlardan bu. Dahvo cheklik shirkatining aytishicha, shirkat bu turlarning tijoratini to'xtatmoqchi bo'lgan bo'lib, buningga aloqador mulkni bartaraf qilish, qarzni hal qilish davomlashmoqda ekan. Ammo shirkat Sharq Turkistondan chekinish sababini demagan. Deyilmaydi-da, ustida kommunist Xi Jinping aksi var edi. Dahvo shirkatining yuqorqi bayonoti Xitoyning yana bir ko'zitish kamera ishlab chiqaruvchi shirkati Xaykan mushayning beshida umi chekingani ma'lum bo'lgandek, Sharq Turkistondan aloqador Xitoy doiralari bilan tuzgan 5 turdan chekinib chiqqanligini aytgandan keyin, Xaykan buni aytgandan keyin, oxirdan hamda Dahvo shirkati buni e'lon qilgan. Bundaq bir vaqtga to'g'ri kelgan. Xaykan shirkatimi o'z vaqtida Sharq Turkistondan chekinib bu oyning 5-ida e'lon qilganda chekinishning sababini tushuntirmagan hamda. Amerika hukumati 2019-yili mazkur ikki shirkatning Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilik va yuqori texnikalik nazorat qilmishiga chetishlik bo'lish bilan ayblab, qora tizimlikka kirgizgan edi. Ta 2019-yildan buyon. Endi chekindi-da bu. Bu besim
iqtisodiy jihatdami, savdo jihatdami nurg'un ziyon uchrab ekandikin, hamda o'zini biz chekindik deb e'lon qilgan bo'ldi hamda. Angliya Töven palatasi bo'lsa 2023-yil sentabr oyida Dahua va Xaykan şirketini Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga yordamlashish bilan ayblab bir qonun loyihasi ma'qullagan Angliya va qonun loyihasida Angliyaning hukumat organlari va harbiy bazalarga mazkur Xitoy shirkatlari ishlab chiqargan kameralarni o'rnatishni cheklash talab qilingan edi. Shu qatimqi loyihada. Tadqiqot organlari bo'lsa bu Dahua şirketi ishlab chiqargan kameralarning irq va teri rangini farqlantirish iqtidoriga ega ekanligini, Uyg'ur va Tibetlarning chiroyini farqlantirish iqtidori borligini isbotlab chiqqan vaqtida Dahua şirketi buni inkor qilolmay e'tirof qilgan edi. Bu muhammadlarga ma'lum bir masala. Hatta hujjatli film ishlandi o'z vaqtida shu isbotlangandan keyin shu shirkatda ishlab keyin chetga chiqqan kishilar tarafidan. Demak, ya'ni bu darajada umutsizda hamda o'ylab qo'yaylik. Ya'ni irqiy qirg'inchilikqa Xitoy tarafidan bostirilgan, bu qirg'inchilikqa uchrayotgan millatni uchiq holatda uning chiroyidan qarablam hammasini farqlantira oladigan darajada texnikani Xitoy kommunist rejimiga ishlab berib, buni butun Sharq Turkistonning hamma yeriga o'rnatib, jinoyatga birinchi darajada sherik bo'lgan shirkatlar hamda. Demak, bu shaklda bugungi bu haftadagi xabarimiz bulardan iborat. Albatta, bugun bu yilning 2024-yilning eng oxirgi haftalik xabarida huzuringizga turibmiz. Bu yilni shuning bilan uzitib qo'yib 2025-yilga kiramiz, oldimizga haftadamda. Yangi bir yilda inshaalloh Sharq Turkiston davoyimiz muhojiratda yurgizilayotgan, ilib berilayotgan xalqimizning butun da'volarininki texama kuchli shaklda vatanimizningki qutulishiga hassa qo'shadigan nurg'un go'zal yaxshi ishlarning ro'yobga chiqish umidi bilan bu yilning eng oxirgi haftalik xabarida mushahada xo'shlashaylik. Alloh umr bersa, atiki kundalik xabarimizni oxirida haftalik xabarimizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.